Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun 19-aprel 2025-yil haftaning shanba kuni. Biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkani boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonida obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Demak, biz boshladik. Bugun 6 bosh xunojin keldi, ikkita qo'chqarchamiz bor. Video davomida ko'rsatib o'tamiz. Qiziqqanlar ekran ostidan nomerga aloqa chiqishlari mumkin. Bo'y bastilari birdan baland. Mana bu to'talasi 1+, o nariga ikkitasi 95+. Kamchiliklari yo'q, sinovdan o'tdi. O'zimiz vodiyda mollari Toshkent yoki Vohimas boqaman, sigir qilib olaman deydi odam bo'lsa, bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Oldi tomondan ko'rinishlari hammasi zo'r. Xohlasa kamchiliklari yo'q. Bundan oldingi safar qilingan videolarimizdagi mollardan qolmadi. Hammasi sotilib ketdi, Xudoga shukr. Narx-navolari yo'lida edi, ammo o'sha mollarni ham bularga ham ulardan qolishmaydi. Xudo xolasa videoni kuzatib borsangiz, video davomida aytib o'tamiz. Silos beryapmiz, somon qo'shib, azna kevak sevib, yeb ichishlarida kamchiliklari yo'q ekan. Puli yengilidan deganlarga, mana puli yengilidan ham keldi. Bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Eslatib o'tamiz, vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Boshqa viloyatlarga har doim aytib o'tamiz, kelishilgan hollarda boshqa viloyatlarga, chunki narxlarni yo'lida qo'yyapmiz. Biz boshqa viloyatlarga dastlabki qilib bersak, bular effekt bermay qoladi. Mana shu mollar ham o'ta zo'r ekan. Ustilari yo'g'on, et vashimcha ayplaydigan emas. Toza shved boqaman deydi odam bo'lsa, aloqa chiqsa. Hammasini bir savdo qo'yib beraman, lekin bitta olaman degan odamga narxini kelishtirib beramiz. Endi tanlashga qarab, mana buni olsa sal narx pasayadi, mana buni olsa qo'shiladi. Bulardan narx qo'shiladi. O'shaning uchun bitta narx aytamiz bularga. Chunki endi bu yerda 6 ta buzovni bir kishi tashab qo'ysa bo'laveradi, boquvchilar bo'lsa. Kecha safar ham o'sha qo'yilgan videolarimizdagini 8 tasini hammasini bir kishi savdo qildi. Kelisholmadi, lekin boquvchi odam ekan, boqamiz deyishdi. Keyingi safar bunlardan yengilroq ketsa aytaman dedi. Ulardan yengil bo'lmasa ham, lekin ulardan sifati o'ta zo'r. Encha kecha bundan oldingi videodagi mollardan oyoq qo'llari ham baquvvat, mana hammasi. Etvosh ham ayplaydigan emas, xudo xolasa zo'r. Qiziqqanlar bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Chorva qiziqadigan do'st birodarlarga podlista qilishni unutmanglar. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, uzr so'raymiz. Videolarimizni yoqsa, bittadan like bosib qo'yinglar. Hurmatli tomoshabinlar. Mana shu moldan sigir qilib olaman deydi odam bo'lsa, o'ta dahshat. Sortidan keldi. O'zimda oshnam, yaqin oshnalarimizdan bittasi qiziqdi kecha safarga shvedga. Ana o'shandan yana bitta keldi. Xudo xolasa narxini bomba qilib aytamiz bularni. Demak, narx-navolar bilan eslatib o'tamiz. Narx-navolarni aytib o'tamiz. Bir joyga olamiz deydigan odam bo'lsa, 8.300.000 so'mdan qilib beramiz bularni. 8.300.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. Boshqa viloyatlarga aytib o'tilgandek kelishilgan hollarda. Mollarda ayplaydigan joy yo'q. Chorva tushunadigan odamga ko'rsatib olsalaring ham yaxshi, uyga kelib olsalaring ham yaxshi. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida adresimiz yana bir bor eslatib o'tamiz. Kecha safar bitta akamiz kommentariyada yozibdilar, adresni aytib o'ting. Adres aytilyapti, videoni o'tkazib ko'rayotgansizlar. Shuning uchun sizlarga eshitilmagan bo'lishi mumkin. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida Telegram, WhatsApplar bor, ekran ostidagi nomerda. Aytsalaring, lokatsiya tashlaymiz. Bemalol kelib uydan yedi ishtilarni ko'rib olishlari mumkin. Xudo xolasa kamchiligi yo'q.
Arqan nuqtalar bonus, o'zlaring bilasizlar. Doim aytib o'taman, videoda kattaroq bo'lishi mumkin, kattaroq ko'rinishi mumkin, lekin o'shaning uchun bo'y bastini hamma ham aytadi, bitta men emas. Bo'yi misol 1.5 plus yoki 95 plus desa, o'lchab olasizlar. Chunki sizlarga biz aytayotgan razmerlar katta ko'rinadi telefonda, hayvon, qo'y hammasi ham. Shuning uchun razmer aytiladi sizlarga. Haligi metrda tagini 40 qo'yib yoki bir hech kim bunday qilmaydi-yu endi. Ba'zi kommentariyalarda o'qib qolamiz. Bo'yini to'g'ri aytmayapsiz yoki bir narxini baland aytyapsiz. Narxiga liboy odamga men aytaveraman. Narxida men tortishaman liboy odamlar. Mashmollarda agar 8 million 300 ming ya 8 million 400 ming narx qo'ysam, qimmat qo'yibsan desa, mana shu narxlardan arzonroq bersa, gap yo'q deyman. Mana o'zlaringiz bilasizlar, chunki biz yo'lida qo'yyapmiz. Kanal rivoji uchun qo'yilayotgan narxlar. Kechagi safar ham xuddi shu ish bo'ldi. Kelib ko'rishdi narxini. Bozorda tepamda turishdi, aytilgan narxdan balandroq sotilyapti bozor. Bozorlar baland encha. Chunki talab kuch, hayvonlar o'zi kam, qandaydir bozor o'charga ham chiqib turgan odamlar bo'lsa bilishadi. Safardagilar endi safarda internetda ko'rib borishayotgan baribir. Shuning uchun akalar, ukalar, narx-navolarda liboy odamga zo'r, xudo xolasa boqsalaring bo'laveradi. Ayiblaydigan joyi yo'q. Bir joyga olamiz deydigan odam bo'lsa, telefon qilinglar, dastlabki xizmatlari bilan yetkazib beramiz. Hozir ikkita qo'chqarchamiz video syomka qilamiz. Undan keyin videolarimizni yakunlaymiz akalar. Qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, mana shu ikkala qo'chqar sotiladi. Bo'ylari 75 chiqsa kerak. Yedi ishchi sog'liqlari zo'r, sinovdan o'tdi. Hop, narxi keladigan bo'lsa 3 million 900 ming so'm. Aloqaga chiqishlari mumkin. Vodiy bo'ylab bularda ham dastlabki xizmatlari bor. Ekalasi ham zo'r. Ahvolda kelishga ehtiyoj. E'tiboslarida kamchiliklari yo'q. Bemalol telefon qilishlari mumkin ekran ostidagi nomerga. Zo'r ekan ekalasi ham. Ko'rib turibsizlar. Hurmatli YouTube ishqibozlari, mana shu ikkala qo'chqarimiz ko'rdilar. Orcha qiziqqanlar bo'lsa alohida video qilib beramiz, tashqariga chiqarib. Hozir tashqariga chiqarganimiz yo'q, Qur'onni o'zida oldik. Mana endi qo'yga qiziqadigan odamlar ham ko'p. Aloqaga chiqsalaring, video qilib tashlab beramiz. Shuning bilan bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana bir bor eslatib o'tamiz, videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, kommentariy yozib, kanalimiz poddesh qilib turasizlar. Xudo xolasa kundan kunga obunachilarimiz ko'payib bormoqda. Albatta sizlar bilan bitta odam o'zi erisha olmaydi bu narsaga. Hammalarning poddeshkalaring bilan xudo xolasa obunachilarimiz kundan kunga ko'payib bormoqda. Yaxshi kunlarda uchrashlik sizu bizlarga nasib qilsin. Allohdan so'rab qolamiz. Chorvalaringga, oilalaringga Alloh o'zi baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videolarimizga bittadan like bosish esdan chiqmasin.